Afganistan Xitoyning qo'llashi bilan davlatning shimolidagi Amu daryosi vodisida neft ishlab chiqarishni oshirish uchun 5 yangi neft quduqini ishga kirishtirdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Afg'onistonning bu Xitoy bilan bo'lgan bu neft ishlab chiqarish masalasida shu yaqinqi bir qancha yil ichida ba'zi masalalarda Xitoyning bergan va'dasiga amal qilmasdan shu yil ichida chiqqan bir qancha xabarimizda Afg'oniston tarafidan amaldan qoldirib o'tganligi ba'zi Xitoy shirkatlari bilan tuzgan masalalarni bu kun tartibga kelgandi. Lekin xabarning umumiy nimasiga qarasak, shunda Xitoy bilan shunda birdam yaqinlashish, birdam yiriklashish, munosabatlarga qaramay yana Afg'oniston o'zininki neft masalasida, o'ziga tayinish masalasida yana Xitoyga ham Xitoy bilan ba'zi ishlarni qilayotganligini ko'rib olamiz bu xabardan. Xitoy rejimi sun'iy aql shirkati Manusning Meta shirkatiga setilishini rasmiy cheklagan bo'lib, bu qaror sun'iy aql texnikasining xalqaro davlat bexatarlik boyligi sifatida ko'rilayotganligini ro'shan ko'rsatib berdi. Bu albatta ilgari haftadagi xabarlarimizda kun tartibga kelgan masala. Xitoy boshida tekshirdi, endi qo'pib buni tekshirish rasmiy cheklagan bo'ldi Xitoy. Xo'sh, yana bir xabarimiz Iroqning Kurdiston rayonida turishli Xitoy bosh konsuli Liu Jun Kurdiston 24 taratquv organining bosh shtabini ziyorat qilib, konsulxona bilan mazkur organ o'rtasidagi moslashish saviyasini Kurdiston 24 ning Xitoyga aloqador masalalardagi xabar tarqatish siyosatini maqtadi. Chunki sen uchun ishlayotdi bu. Ya'ni oxirgi yaqinqi yillardan buyon bo'lib shu Xitoyning Iroqda timsiqlab yurib, bu rayonning ichida bo'libmi kurdlarning keyniga kirayotganligini nihoyat ro'shan ko'rib olamiz. Ularni har jihatdan qo'llagan qiyofat kirib olib, albatta kurdlarning Xitoyning ichida nurg'un dernek jamiyatlari bor masalan, buni bilamiz-ku. Turkiya, Iroq bu rayondagi davlatlarda kimning qaysi millatning masalasi bo'lsa, uning keyniga shu itdek timsiqlab yurib, ashani o'ziga bog'lash uchun tirishchilik ko'rsatayotganligini aniq ko'rib olamiz yani. Mayli Turkiyadagi kurdlar bo'lsin, mayli Iroqdagi bo'lsin, shu Xitoyning shu yaqinqi bir qancha oydan qanchalagan qatim shu kanallarda yana bir kanal va torbeti va Rojavamiti bir u yerda Xitoyning maqolalari e'lon qilindi. Xitoy maqtab ko'p turilib ashna qilindi bu torbetlarda. Shu torbatdimi Kurdiston 24 da ham torbat ham kanal. Bu yerda Xitoyning shu bosh konsulning Xitoyning maqolalari shu yerda maqola yozilgan hamda shu kanalning torbatlarida. Alaydı maqtab, hatta shu sizlar degan hozirgacha shu albatta chet eldagi Xitoyning abdi bashirisini echiyotgan kanallarni ko'zibdi. Hamda sizlar bularningki xabarlarga pisand qilmasdan, bizning bergan ta'limot bilan mengayotsizlar deb xuddi o'zining malining muyrisini silgandek yangi bir mudir kelibdi ekan bu kanalga. Uning muyrisini silgan shaklda sen bizning ishni yaxshi qilyapsan deb biz ziyorat qilib keldik bu qatim. Demak, Xitoy mayli bu yerda bo'lsin va dunyoning hamma yerida o'zining malayligini qiladigan, Xitoyning zuvoni bilan gap qiladigan tashviqotni intayin kuchli shaklda qo'llab, pulni samandek xashlab qo'yaga dunyoda o'zininki jinoyatlarni yepish uchun to'xtovsiz harakat qilyapti bu masalada.